Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer, chorvador yurtimiz ahli, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun 28-iyun 2025-yil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida Xitoy makka urug'laridan yangi bir video tayyorlayapmiz. Mana Xitoy 90 navi qo'shimcha aholiga berilgan tomorqa uchun berilgan 15 sotixli joylardan ekilgan joydan video qilyapmiz. Mana ranglar sarg'ayib turibdi. Bir marta dori yegan, unaqa agrotexnika tadbirlar deyarli unaqa olib borilmagan. Bir marta nomiga dori berib, texnika ham bir marta kirgan. Mana qarovsiz holatda. Lekin shuni holatini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Mana ichkarilarga kiryapmiz. Mana dumbil olishni boshladi. Endi mana Xitoy 70 urug'lari ko'rsatganmiz sizlarga oldingi videolarda. Bu dumbil endi olyapti. Mana egilishni boshladi. Bu dumbil egilib, qayrilib eniga 18-20 qator, uzuniga 40 dan 51 donagacha sanaganmiz. Holati 500 gramdan 700-800 gramgacha bo'lgan dumbil holati. Bo'yi hozirgi holati bir 3 metrga boradi. Yaxshi xarob bo'lmagan. Ko'p joylarda oldi 4 metrga bordi. Yaxshi qaragan joylarda kamida 2 marta, 3 marta suspenziya qilib mineral o'g'itda 700 kg, 800 kg berilgan joylarda natijasi zo'r bo'lgan. Lekin holati mana yaxshi. 2 donadan dumbil olyapti endi. Ham silos ham don yo'nalishi bo'yicha Xitoy 70-90 120 kunlik g'alladan keyingi takroriy ekinlarga ham bo'laradi. Sababi 90-100 kunda silosga tayyor bo'ladi. 90 kunlikka nisbatan baribir hosildorligi yuqori. Dumbil uzun chiqaryapti. Mana kalta emas, xudo xolasa keyingi videolarda ham ko'ramiz. Bu yo'g'onlashadi. Ushlasangiz qo'lingiz to'ladigan darajada, qo'lga yetmaydigan darajada bo'ladi. Deyarli 2 donaga olgan. 50-60% 2 donadan olgan. Dumbil mana ko'ryapsizlar, begona o'tlar bosib ketgan. Xarob bo'lmagan deyarli. Qaralmagan holatida, mana shu holatda. Xitoy makka urug'ining bitta tomoni yaxshi ekan, yer tanlamaydi. Har qanday tuproqqa, har qanday iqlimga xudo xolasa moslashuvchan ekan, hosildorligi yuqori ekan. Yaxshi agrotexnika tadbirlari olib borilgan joyda natijalar zo'r bo'lyapti, ko'ryapmiz. Mana oldingi chiqargan dumbillarni ko'ryapsizlar. Katta bo'lgan mana dumbillari. Qarovsiz qolgan dalada ham xudo xolasa natijasi yaxshi. Mana ko'ryapsizlar. Uni sotasi qizil bo'ladi, makkasi ham qizg'imtil chiroyli, uni kamroq bo'ladi. Yog'li makkaga o'xshab, vengersiga o'xshagan bo'ladi. Bu tomondagi Sungenta firmasining Gidro Glass makka urug'i ekan. Bu Xitoy. Deyarli farqi unchalik farqi yo'q. Hosildorligi deyarli bir xil. Narxida farq katta. Arzon ham, serhosil ham qulay. O'zimiz ham dehqonchilik qilamiz anchadan beri, 10-15 yildan beri. Faqat shu navdan ekanmiz. Xitoy navidan. Narxi ham normal, asosiysi hosildorligi yuqori. Dorisiz qolib ketgan joylarda ham natijasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, deyarli 2 donadan olgan dumbil mana endi olishni boshladi. Silosga ekkanimizda ham bug'doydan keyin ham 10 presepdan silos bergan. Endi tortib sotganimizda 7 tonna, 7,5 tonna, 6,5 tonnadan chiqqan, o'zi 60-70 tonna normal silos beradi xotirjam. 60 ga 20, 76 ga 15, 90 ga 10 sxemada ekkan ma'qul. Ko'ryapsizlar, deyarli parvarish qilinmagan. O'zimiz polyalardan video qilamiz, xudo xolasa. Bu yerlarda ekilishda 200 kilodan amafos, yana qo'shimcha bundan keyin ikkita suv oralig'ida 300 kilo, 350 kilodan karbamid, sulfat ammoniy o'g'itlari bilan ishlov berilgan dalalarda natija ko'rsatkich ancha baland. Bo'y jihatdan, dumbil jihatdan ham salmoq ancha holati yirik holatda bo'lgan. Bundan tashqari Xitoy Tianshan 6, Tianshan 10, 106 navlarimiz ham
Xudo xolasa rekord darajada natija ko'rsatyapti. Bundan tashqari bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'p dehqonlarimiz telefon qilishib 958 bormi, 958 ekanman dedi. Akalar, hurmatli dehqonlar, 958 yurtimizga kirganiga ancha yillar bo'lib ketdi. Endi o'z davrida zo'r bo'lgan gap, yaxshi bo'lgan, yomon emas, lekin o'sha undan keyin xolasak, xolamasak yangi navlar chiqdi, yangi urug'lar kelib, o'sha 958 pastki pog'onalarga tushib qolgan. Bo'y jihatdan ham 958, dumbil jihatdan ham farqi katta. Oq sotali bo'lsa 958 lar, bu qizil sota bo'ladi, doni ham chiroyli, bo'y jihatdan ham 50 sm, 60 sm baland bo'ladi. Bu narsani biz amalda sinab ko'rgan, ekib ko'rgan holatimizni aytyapmiz. Bu shunchaki taxmin, bir gumon narsa emas, aniq, konkretniy isbot dalil. Shuning uchun hurmatli dehqon aka-ukalar, bug'doydan keyingi takroriga iyun oyida, iyulda 5-10larigacha bo'lsa bemalol eksanglar bo'laveradi. Faos 550-600 silos uchun don yo'nalishi bo'yicha 70-90 nima 6 Tianshan 6, Tianshan 10 navlari boshqa navlarga nisbatan ancha ustun. Holati yaxshi. Mana ichkariga ertamanda saharda kirish imkoniyati bo'lmadi. Ichkarilari ham shunaqa. Ho'l ancha shudring tushgan holatdamiz. Yana ham zo'r dalalardan xudo xolasa syomkalar qilamiz keyingi safarga.